Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligi fazilati bobida juda ko'p muborak hadislar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan. Shu bilan birgalikda Alloh azza va jalla Qur'oni azim musha'anda muborak oyat nozil qilgan. Fajr surasida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim wal fajr va layalin ashr." Alloh taolo aytadiki, qasamyod etaman tong vaqti bilan, o'ng kecha bilan deb Parvardigor olam qasamyod etyapti. Vaholanki Alloh taolo nimaiki bilan qasam ichsa, u shunchaki bo'lmaydi. Uni ehtiromi bo'ladi. U ishni, u narsani ehtiromi bo'ladi. Alloh taolo nazdida qadr baland bo'ladi o'sha narsani. Parvardigor olam aytayaptiki, tong vaqti bilan qasamyod etyapman. Ikkinchisi o'ng kecha. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu o'ng kechadan murod deydilar bu oyatning tafsirida Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligi deydilar. Ana shu 10 kunlikda juda ko'p Alloh tomonidan ajrlar beradi bandalarga, ummatga, mu'min musulmonlarga savoblar beriladi. 10 kunlikning fazilati har bir soniyasi, har bir daqiqasi butun ummat uchun g'animat bo'lmoqligi kerak.